Assalomu alaykum. Mana ESFree'dan 1 tonnaligimiz ham chiqdi, xudo xolasa. Pol kabinali 1 tonnalik. Xo'p, qo'shimcha narsalardan boshlab ketaylik buni. Qo'shimcha narsalariga. Telefon postavka bor, magnitofon bor, jidkis tormoz oldi, elektron tablo, damkirat ключi bor, kaskasi bor, poligi bor, bakavoy. Yon cho'ntaklari bor mana. Balonlari Cherokee balondan qo'yilgan, Cherokee balonni kattasidan qo'yilgan mana. 23-7-10 kattasidan qo'yilgan Cherokee balonni ham holatlari. Hozir akkumulyatorlarni ko'rsataman. Mana akkumulyatorlari 68 likdan 6 ta qo'yilgan akkumulyatorlar. Miya motorlari 2000 watt ekan. Zapaska balon orqasida turibdi. Jidkis tormoz oldi buni. Orqalari kalotka tormoz bo'ladi. Amortizatorlar, resorlar, ikkita-ikkitadan hamma narsasi. Bagajmalar, bortlari mana qani, tepadagi profillari qator qo'yilganlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar.